O'zbek xalqiga og'ir judolik, taniqli inson vafot etdi. Ta'ziya bildiramiz. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va milliy sirk san'atining afsonaviy ustasi Alimjon Toshkanboyev 80 yoshida olamdan o'tdi. U dorbozlarning yetuk ustozi va an'anaviy o'zbek sirk tomoshalarini asrab-avaylashda muhim shaxs sifatida keng e'tirof etilgan. Bu haqda podrobno.uz xabar beradi. O'zining yorqin faoliyat davomida Toshkanboyev butun hayotini an'anaviy o'zbek dorbozlik san'atini rivojlantirish va ommalashtirishga bag'ishladi. U ko'p yillar davomida o'zbek dorbozlari jamoasiga muvaffaqiyatli rahbarlik qildi. Uning mohirona rahbarligi ostida jamoa xalqaro e'tirofga sazovor bo'lib, dunyoning o'nlab mamlakatlarida, jumladan Polsha, Germaniya, Braziliya va Argentinada o'z tomoshalarini namoyish etdi. Ushbu jahon bo'ylab gastrol safarlari xalqaro tomoshabinlarni o'zbek sirkining noyob va hayajonli an'analari bilan tanishtiruvchi muhim madaniy ko'prik vazifasini o'tadi. Uning ajoyib chiqishlaridan tashqari Toshkanboyev sahna ortida ham sezilarli hissalar qo'shdi. U o'zbek sirk birlashmasida rejissyor bo'lib ishladi va u yerda iste'dodli ijrochilarning yangi avlodini tayyorlab, ularga ustozlik qildi. Uning fidokorona o'qituvchilik faoliyati kelajakdagi sirk ustalarining mustahkam poydevorini yaratdi va uning butun umrlik mehnati milliy madaniyat hamda sahna san'atiga sadoqatning kuchli ramzi bo'lib qoladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi ushbu og'ir damlarda yetuk ustaning oila a'zolari, yaqinlari va shogirdlariga chuqur hamdardlik bildirdi. O'zbek aktrisasi Ra'no Yarasheva intervyularidan birida san'atdagi ilk qadamlarini va sirlarini o'rtoqlashdi. U shunday deydi: Rayhon G'aniyeva O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Mening 20 ga yaqin she'rlarimni qo'shiq qilib kuyladi. So'z davomida maqtanish emas, shunchaki faktni aytmoqchiman. Rayhon mening qo'shiqlarim bilan xitga qadam qo'ydi. Ra'no Yarasheva shuningdek eng mashhur qo'shiqlarini sanab o'tdi. Men nechun yaraldim Allohim, gulga sira xushim yo'q, bulbul bilan ishim yo'q, yodingdami, yor kabi she'rlarim Rayhon tomonidan kuylanib xitga aylangan, deydi Ra'no Yarasheva. Aktrisa shuni ham qo'shimcha qildi: Kino premyera bo'lganda menga Ra'no qizim qo'shiqchi bo'lgisi kelyapti desa, men kitobimni berib, ko'rsinlarchi dedim. Natijada bu she'rlar hit qo'shiqlarga aylanishi bilan san'at olamida o'z izini qoldirdi. Ra'no Yarasheva o'zining samimiy xotiralari orqali san'atdagi muvaffaqiyatlarni va ijodiy hamkorlikning qanday natijalar berganini o'rtoqlashdi.